Assalomu alaykum jigarlarim. Bugungi videomizda bitta balani ko'rsangiz. Shunday durza tashadi. Zavaga chiqqan ekan, yaxshi dedim. Mana balada. Ne kirdim, akkauntini ko'rdim, zavaga chiqibdi. Ko'rsam, normalniy donat qilgan. 4 marta erib ochibdi-da. Bunday kirdim-da, anaqa bitta statistikaga kirsam, ikkita match boshlaganda, ikkita matchning o'zida bu tentak zava olib qo'ygan. Qanday aqlimga sig'mayapti hozir. Ikkita matchning o'zida zava. Nima degani bu? Qanday olgan bilmayapman-da shu. Men misol uchun mana sezon tuganidan beri ozgina kirmayapman, astordaman. As masterga уже 163 ta bor. Tentak ikkita match o'ynagan bo'ldi. Ikkita match, boshqa o'ynamagan. Ikkita matchdan boshqa narsa o'ynamabdi. Men kallamga sig'mayotgan narsa ikkita matchda o'zida zava. Shunaqa neobычный anavi nima deydi akkaunt bo'lsa chatga qoldirib ketishlaringni so'rab qolaman. Kolleksiya darajasi 36, X-Suite yo'q, 4 ta chat darajasi bor ekan, 16 ta misiga 120 ta legendarkasi. Короче, akkaunt normalniy zavaga chiqilgan, zava ramkasini bergan. Bu qanaqa ramka? Короче, aylarni ko'rib olishlaring mumkin. Mana bemalol kirib, ko'rib chiqib ketishlaring mumkin. Atak durza tashab qo'yinglar. Mana shu YouTuberda videosidan keldim deb. Hammaga rahmat jigarlar bo'pti. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar.